Bugun internetga kiryapman. Abror Muxtor Alini boshqacha bir yondashib, kecha bilgandik Facebooklarda yozilgan edi. Bugun tasodifan kelib qoldim deb yozgan bo'lsa ham, bir kun oldindan shuni Abror Muxtor Ali keladi deyodi. Ochig'i tushunmadim. Keldi, sudda o'tirdi, ketdi, lekin bitta narsaga hayronmanki, shu odamni hech ham bir gapiga hazm qila olmayman. Yo gaplashsangiz gapira olmaydi, yo savolingizga javob bera olmaydi. Hozirgi telefon qilsam seni tarafingni oluvdim deydi. Endi bu odamga shunaqangi harakatlar xos ekan o'zi. Endi kim buni orqasida turibdi, uni kim yollayapti, meni atrofimdagi blogerlarga kim bosim qilyapti va bugungi kunda men hayron ham qolmayapman, chunki internetga kirsam qaysidir blogerda olib ketgan bo'ladi, uni arizasi ham tayyor, boshqasi ham tayyor vaholanki, lekin davlatimiz rahbariga rahmat. Mana ko'rib turibmiz, 27-yanvardagi yig'ilishlar ham juda ham odilona, haqiqiy bir davlatimiz rahbarini siyosatiga xos bo'lgan yig'ilish o'tkazdirildi. Bundan ko'rinib turibdiki, faqat haligi blogerlarga yo nimalarga emas, haqiqiy bir holatlar, haqiqat faqatgina quyiga emas, yuqoriga ham ishlayotganini ko'rib turibmiz biz. Bu o'sha agar oldingi holat bo'lganda balki biz ham chiqib gapira olmasdik internetga, o'zimizni haqqimizni ham yordam ham so'ralmagan bo'lardik. Lekin Abror Muxtor Alini ham shu ketishida ustidan ariza qilaman shekilli. Oldimdagi blogerlarni meni ketimdan non yeyishda ayblab turib, keyin o'zi ham endi bilmayman nima uchun faqat meni holatim yuzasidan rahmat shunchalik Toshkentdan kelib sudlarda qatnashib ketishdi. Endi xodimlarda sutiga ham shu bexosdan yo'lingiz tushib qolsa, domla agar o'ting, faqat men sizda o'z gapim bordi, chiqqinimcha ketib qolibsiz, o'z tez yurasiz. Siz oldindan ma'lum nimaga o'sha Fransiyaga borganingizda ham ko'rdim, sizga yetib olish juda qiyinligini. Keyin yuzma-yuz gaplashishga harakat qiling. Ayol, erkak, endi hammani ham pasportiga erkak deb beraveradi bir xillarga. Bir xillar bor, shunaqangi odamlar bor. Endi adashib ketgan bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin. Mayli, Xudo hammani isloh qilsin. O'zi iymon insof bermasa, u soqolni bo'yab, sochni bo'yagan bilan nima o'zgarib qolmaydi-da. Xudo o'zi insof bersin. Men misol birovga chiqib olib tosh otadigan, menga umuman aloqasi bo'lmagan odamni hadeb chaynaydigan odatim yo'q, sizga o'xshab. Lekin bir gapirishda ham bir fikringizni to'g'ri yetkazib olsangiz gapiring. Meni aynan menga oid holatga umuman fikr bildirmasangiz ham mayli. Siz xalq nima deydi? Xalq gapirgan yo'q, kommentariyangizni o'qing. Xalq sizni so'kiyapti kommentariyangizni, lekin sizga gapirgan yo'q. Boring bir nimani oydinlik kiritib bering. Bor aytdi, sudya bor, prokuror bor, o'sha yerdagi xodimlar bor, o'zi haqiqatni yuzaga chiqaradiganlar bor. Siz kimsiz? Hech qanaqangi vakolatingiz yo'q sizda. Keyin men nima, siz hech nima qilgansiz yo'q. Davlat tartibi shunaqangi. Oldin instansiya, keyin apellyatsiya, keyin kassatsiya, buni tartibi shunaqangi. Siz chiqqaningiz uchun sud bo'lmayapti aytdi. O'zi tartibi bo'yicha ketyapti. Biz ham berdik, 4 yil kam dedik. Nima uchun? Keling endi kartani ochiq o'ynaymiz. Farg'ona viloyatida bunday olib qaraydigan bo'lsak, men to'g'ri ish ketayotganligi uchun internetga chiqib, faqatgina noto'g'ri jihatlarini aytib kelganman. Hamma ish noto'g'ri deb kelmadim men. Noto'g'ri jihatlarini aytib keldim, aynan shu sud jarayonlarining. Lekin bitta qiziq tomoni, sudlanuvchi Hajayevning amakisi Ilhom Hajayev Farg'ona viloyat prokuraturasining xodimi u. Va mana shu birinchi instansiya sudini o'tkazdirgan sud raisi nimani shu Ilhom Hajayevning kursdoshi. Ya'ni o'rtag'ini, jiyanini ishini ko'rib chiqdi. Bu narsani haqiqiy ko'rildi. Mayliga o'sha 4 yil bo'lsa ham, endi kommentariyalarda yozishdi, boshqa oddiyroq odam bo'lganda 4 yil emas, 14 yil bo'lar edi, u bo'lardi, bu bo'lardi. Yo'q, qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Xo'p dedik, nima qilmadik. Endi hamma palonchi tanish ekan, pistonchi tanish ekan. Agar shuncha tanishim bo'ladigan bo'lsa, men umuman internetga chiqib yordam so'ramagan bo'lardim. Keyin endigi hozir nimani ham men agar shu O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroridan so'ragan bo'lardimki, Nig'matilla Yo'ldashevdan, agar iloji bo'lsa nimani ham endi mana ikkinchi qism 141 prim 3 bilan A, B, V qanaqadir bandi, ishqi B bandida bir guruh shaxslar tomonidan deyilgan. Hozir endi qolgan xodimlarning harakatini aynan Farg'ona viloyat prokuraturasida ko'rilyapti. Keling, agar yana buni kimdir bor u bu degan fikrdan yiroq bo'lish uchun, hamma farg'onalik bo'lganligimiz uchun va aynan sudlangan Hajayevda amakisi ham Farg'ona viloyat prokuraturasida ishlaganligini inobatga olib turib, uni dadasi o'sha sobiq rahbar bo'lganini, uni tanishlari ko'pligini inobatga olib turib,
bu tergovda ham agar respublikagami, voha tarafgami ko'chirilsa, ana keyin birovda shubha gumon qolmaydi. Men ham o'ylamayman, aytdi amakisi yordam berar balki degan fikr menda ham gumon bo'lmaydi. Qolgan odamlarda ham buni tanish bilishlari bor yoki bunga Farg'ona viloyatining prokuraturasi yordam beryapti degan fikr bo'lmasligi uchun qolgan qism tergovni ham boshqa tarafga ko'chirishingizni men so'ragan bo'lardim. Abror Muxtor Aliga gapim, yo sudni to'liq to'g'ri yoriting, chunki sudda aynan men so'radim, nimani ommaviy axborot vositalari kirib jarayonni videoga olib nimaga internetga qo'yib tursin, xalq ko'rsin nima bo'layotganini dedim. Menimcha aybi bor odam buni qila olmaydi. Keyin nima o'z fikrlaringizda bu hamma advokatlarga javob beralyapti. Javob beraman-da, siz qolgan xodimlarni hali nimalarida ko'rsatma beradiganida keling. Ular qanaqa qilib tildan qolganini, xotirasini yo'qotib qo'yganini, hamma narsani eslolmay qolayotgan, savollarga javob bera olmaganini ko'rish uchun ham keling. Yana bexosdan yo'lingiz tushib qolganda kiring. Lekin menga fikr bildirayotganingizda ehtiyot bo'ling. Bag'i Ramazon oyi kelyapti. Mayli, xo'p, siz juda nimasiz, hozir telefon qilsam telefonda gapira olmaysiz, nomahramsiz, o'xsa nomahramda ketidan pul yemang, iltimos sizdan. O'sha blogerlar ayblayapsiz-ku. Senlar shu ayolni nomini chiqarib, pul yeyapsan, bas qil deb chiqqandingiz-ku. Nima uchun endi aynan siz qayta meni nomimni ketidan non yeyapsiz? Ramazon oyi yaqinlashyapti, qizlaringizni boshiga tushsin agar. Men mana shu internetga chiqib gapiryapman, qizingni boshiga tushsin mana shu kun. Mana shu kunni ko'rmaguncha o'lmagin agar. Meni nimadadir ayblaydigan bo'lsang, meni aybim bo'lmaydigan bo'lsa, Xudoni oldida hali sen bilan hisob-kitob qilaman. Lekin tilingga ehtiyot bo'l. Menga fikr bildirayotganingni sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, hech yerda yozilmagan birovning amali birovni nimadan qutqarib qoladi deyilmagan. Sen amaling o'zingga javob berasan. Men amalim bilan o'zimga javob beraman. Meni ishim bilan sening ishing bo'lmasin. Men to'xtab turibmanmi, tilimni qichitma. Xalqni ikkiga bo'lib, bir provokatsiya qilishga harakat qilman. Men uni olib chiq, buni qo'y. Ko'tara olmaydi xalq. 4 ta erkak bitta ayolni urganini ko'tara olmaydi. Men o'sha vatanimni yaxshi ko'rganim uchun jim turibman. Sudda ham eshitding-ku? O'sha yerda ham aytdim-ku? Videoni qachon taqdim qilasan dedi, yakunida taqdim qilaman dedim. Agar sen aytayotgan tezkor tadbir degan narsa bo'lganda, nima eshitmading qolgan narsalar? Nimaga sudda faqatgina o'zingga udobniy tarafini olib chiqyapsan? Nimaga xalqqa yolg'on gapiryapsan? Sen ayolingni zinoda yolg'ontakam ayblagan erkaksan. Internetda men eshitganimdan keyin sendan o'zi xafa bo'lmay qo'ydim. Xafa bo'lishimgacha arzimaydigan insonsan. O'sha nima xotiningga nimani uni ichidagi gaplarini bilish uchun seni zinoda aybladim deganingdan keyin bu odam menga endi buni tuhmat qilgandan keyin, u xotiniga shunaqa qilgandan keyin men xafa bo'lishim keragi yo'q dedim. Aralashma meni ishimga. Yo emasam ras keldingmi men bilan gaplash. Men 8 ta kamerang bo'lsa o'sha yerda sen bilan gaplashaman. Xohlagan o'sha joyingda o'sha sudda oldida. Sen nima o'sha yerda hammani oldida nimaga gaplasha olmading? Nimaga ketib qolding? Ketib olib, nimaga yana xotin kishiga o'xshab orqadan gapirasan? Chiq bo'lmasa menga telefon qil. Telefon qil, men o'sha internetda nimaga qo'yaman seni ovozingni. Telefon qilansang, gapiransang, yuzimga gapir. Kelib bir krisaga o'xshab orada bunday kirib olib, keyin chiqib ketib olib, yo'q yerdagi narsalarni gapirma. U dedi, bu dedi, pastda urdim. Men unaqa deganim yo'qman. Bilib bilmasang gapirma. Keyin buni orqasida turganlar, yig'ishtirib oling xodimlaringizni. Xodimlaringizni yig'ishtirib oling. Men shu vaqtgacha biror marta chet davlat fuqarosidan yordam so'raganim yo'qmi? Men keltirib beraman sizga. 13-yanvarda maktabda saf yig'ilishi deb, ana nimani Tojikiston fuqarosi Rossiyada yashaydi, o'zini Temur deb asli ismi Ulug'bek. Shuni kanaliga ichki ishlarda yopiq kanaldan rasm chiqib ketyapti. Hozirgi vaziyatlarda, qo'shni davlatlardagi holatlarda oladigan bo'lsangiz, bu tragediya bu. Ichki ishlarda yopiq kanalidan rasm begona davlat fuqarosiga, boshqa davlatga tashlab berilishi, bu tragediya bu. Siz qanaqa qabul qilasiz men bilmayman. Men ayol kishi bo'lsam ham, nima holat bo'lgan bo'lsa ham men biror marta boshqa davlat fuqarosidan hali yordam so'raganim yo'qman. Men vatanimning ichidagi narsani boshqa davlatga tashlab berganim yo'qman. Boshqa joyda provokatsiya qilganim yo'qman. Men faqatgina o'zimizni yurtimizdagi jurnalist, blogerlardan iltimos qilib, bor holatni yoritib berishini so'rayapman. Haqiqat achchig'i bo'ladi, uni hazm qilishni o'rganing. Prezidentimiz aytgan, bu yangi O'zbekiston, bu ochiq O'zbekiston. Hamma axborot shu nimada maydonda sinaladigan, yopilib, o zaring bormi, zo'ring bormi degan zamonlardan yiroq bo'lgan O'zbekiston. Prezidentimiz aytayapti. Keyin
Bunaqangi jirkanch pastkashlikni yig'ishtiringlar. Nima uchun meni atrofimdagi bloger jurnalistlarga bosim qilishni boshladilaring? Orqasida turganlar. Bitta ayol bilan 1 yildan beri kurashyapsizlar, bilyapsizlarmi? Men qaytmayman. Qaytmayman. O'zini ayblaydigan boshqaga qanaqa gap tarqatsangiz tarqatavering. Men o'zimni haqqimni so'rab chiqyapman. Siz ekspertiza eski degan jarohat o'sha videoda ham yo'q. Men shunchadan beri so'rayapman, eshikda ag'idan bitta video beringlar bo'lmasa deb chiqyapman. Qani o'sha video? U video ham yo'q. Tezkor tadbirda videosini o'chirib tashladik degan ular. Boshqa holatlar. Sudda xodimlarni nima deganini men hali nimada aytaman, audio yozuvlarda oladigan bo'lsam, uni qo'yadigan bo'lsam, sizni mana hozirgi qolgan obro'yingizni ham to'kmayman. Bas qiling. Men aytayapman, men chiqmayapman, men to'xtatdim. Internetga chiqmayapman, yo jurnalist blogerlarga chiqartirgizdirmayapman ma'lumotni, lekin sizni ana qo'yib yuborgan itlaringizni yig'ishtirib oling. Ko'p ham meni g'ashimga tegmasin. Meni qo'limdagi narsalarni olib chiqadigan bo'lsam, xalq ko'tara olmaydi u narsani. Men sizga aytayapman. Men qaytmayman. Xohlaganingizcha tushuning, qaytmayman men. Mana shu haqqimni, meni qonunda, konstitutsiyada belgilangan haq-huquqlarimni menga bermaganingizcha qaytmayman. Men qo'yamasman, siz qo'rqitsangiz yo nima qilsangiz bo'ldi, xo'p deb qaytayotgan. Ishimga tahdid qilyapsiz. Oling, ishimni oladigan bo'lsangiz oling. Rizqimni Alloh beradi. Meni oilam, mana shu hayotim o'zi hammasi belgilangan. Kitob yozilgan, qalam qurigan. Hech nimadan qo'rqmayman. Men ana unga o'xshab bir nima qilib soch soqolimni bo'yab nima qilib yurmasam ham Xudoga shukr, Xudoni taniyman. Faqat bitta narsa, orqasida turganlar. Eshitib turibman, kelib turibdi. Bunaqangi o'yiningizni menga ishlatmang. Operatsiyaga borib o'tirib olaman, to Said Shavkatimdan ko'rmaganimcha shitdan ketmayman, mana shu ketishingiz bo'lsa. Men qo'limdagi hamma faktimni o'sha yerga olib boraman. Nig'matilla Yo'ldashevga men nima yozganman, xat yozganman. Shunaqa nima qiling, qabul qiling, sizga olib ko'rsatadigan videoyim bor deganman. Ularga ham aytdim, tergovni ko'chiraylik, bu yerda bo'lmasin dedim. To'g'ri, Akmal Hajayevni oilasi baquvvat oila. Dadasi sobiq Mirovni boshlig'i bo'lgan odam ekan. Yer joylari, juda nimalari ko'p, o'ziga to'q, yaxshi oila ekan. Mayli, rizqi Allohdan omadini bersin. Endi bu yog'i amakisi aytib turibdi. Asl kimni tanishi qayerda borligiga nima qilaydigan bo'lsak, men qolgan faktlarni ham ona tomonidan qaysi nimalar kimlar tanishligini men sekin-sekin olib chiqib beraman sizlarga. Shuna narsa kerak bo'lsa. Qo'yinglar, bir-birimizga tegmaylik. Sudda o'zini holiga tashab qo'yinglar. Tergovda o'zini holiga tashab qo'yinglar. Ana yo'q yerdagi nimalarni yig'ishtirib olinglar. Bitta ayolni shuncha nimaga bulg'ash menimcha kerak emas. Yaqinda ko'rdingizmi? Turkiyada bitta ayolni so'yib ketyapti, biz O'zbekistonda yozishyapti. U buzuq ekan, falon ekan, piston ekan. Ko'rmasdan turib, qanday qilib shunaqa deyishinglar mumkin, Xo'p, agar uni buzuq desangiz ham, boshqa desangiz ham, boshqa davlatni ko'rdingizmi? Nimaga so'yib tashlaysan uni? Nimaga unaqa qilasan deb kurashyapti. Bugungi kimnidir haqqini so'rab chiqqanda sizlar yo'lini to'sib, qaysidir ahmoqlarga shuna yordam beradigan bo'lsangiz, ertaga haqqi tortib olingan siz bo'lasiz. Shuni esingizdan chiqarmang. Bugun meni boshimda qish turibdi, meni boshimda sinov turibdi. Ertaga bahorim keladi, ertaga meni sinovim tugaydi. Qaysi tomonga hal bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin keyingi qish, keyingi sinov siz boshingizga ham keladi. Shuning uchun o'ylab fikr bildiring. Keyin o'sha Abror Muxtor Aliga gapim. Yo realni olib chiqing hamma yo'qda. Yolg'on gapirmang. Siz yolg'on gapirasiz, men buni keltirib beraman sizga. Yolg'on gapirmang. O'zingiz yo'nalishingizda ishlang, o'zingiz yo'nalishingizda yuring. Meni ishimga aralashmang. Yo aralashsangiz do konca keling, mana xodimlar. Chunki o'tgan safar 9 ta xodimning xotirasi pastlab qolgan. Biz buni sudga ham aytganmiz. Bularga tibbiy ekspertiza tayinlang. Bular hech nimani eslolmayapti deganmiz. Keyin bular endi nafaqat bu ishda, balki sudga yolg'on ko'rsatma berishlikda ham ayblanadi. Bular bila turib sudga imzo chekib turib yolg'on ko'rsatma berdi buni. Men suddagi audiolarni, sudni bayonnomalarini internetga chiqarmayotganligimning sababi bu yog'i kassatsiya ketyapti, bu yog'i tergov ketyapti. Shu uchun yig'ishtiring uni bo'shalib ketgan saroyingizning kuchuklarini. Lekin meni qaytaraman deb o'ylamang. Meni siz na ishim bilan, na boshqa bilan qaytara olmaysiz. Meni haqqimni bermaganingizcha kurashaman. Mana shuni orqasida turganlar. Keyin o'sha ichki ishlar vaziriga meni mana shu murojaatim aynan kim, nimaligi, menda o'sha perpiskalarigacha turibdi. Sizni xodimlaringiz yopiq kanalidan qayerga qarab ma'lumot ketayotganini men keltirib bera olaman.
agar o'sha kiber xavfsizlikmi boshqasimi kimdir men bilan bog'lanadigan bo'lsa men keltirib beraman. Lekin bu bunday tushunish uchun aytadigan bo'lsam, asli bizni tinchligimizni qo'riqlash kerak bo'lgan odamlar, bizni tinchligimizga javobgar bo'lgan odamlarni yopiq kanalidagi ma'lumotlar boshqa davlat fuqarosiga uni qo'liga yetib borishi, bu bilmayman. Men tarixchi sifatida aytaman, ketuv yaxshi emas. Ketuv agar mana shu holatdan qaraydigan bo'lsa yaxshi emas. Men aytayapman, meni qamab yuborasizmi, o'ldirib yuborasizmi, men qaytmayman. Faqat meni tilimni tiyib turibman. Mana yugurdaklaringizni, boshqangizni mana shuni orqasida turganlar yig'ishtirib oling. Meni qonimni qaynatmang. Men o'zim haqqimni so'rayapman. Oxirigacha so'rayman bu narsani. Aytayapti, gapidan adashmadi, advokat. Adashmayman, chunki bor narsani gapiryapman. Yolg'on gapirsangiz 3-marta so'rang, aytib bera olmaydi. Men necha marta, nechta joyda mana shu gapimni gapirib beryapman. Yolg'on gapirgan odamgina savollarga javob bera olmaydi. O'sha advokatlarning savoliga ham, boshqasiga ham javob berib kelyapman. Yig'ishtiring, o'zingiz yig'ishtirib oling. Unaqangi siz to'g'ri bo'lsangiz sabr qilib turing. Bizga o'xshab sabr qiling, to'g'ri bo'lsangiz. Biz 1 yil bo'layapti mana. Bitta ayol bilan bitta yo'nalish 1 yildan beri nima qilib kurashishyapti. Mana shu orqasida turgan ba'zi birlari yoki alam qilyapti yoki chidalmayapti. Hamma xo'p, mayli, xo'p, endi men kuyibman, sen Xudodan tortgin deb ketishiga o'rganib qolganlar chidamayapti. Sabr qiling. Hamma narsa qonuniy hal bo'lsin. Biz chiqaraman dedimmi, chiqaraman. Sud o'tib olsin, tergov o'tib olsin, boshqa bo'lsin. Faqat biz fahm farosat bilan, sabr bilan ish qilyapmiz. Aybimiz shu xolos. Lekin bitta narsadan xursand bo'ldimki, haqiqatan yaqinda videoyimni tarqatib, raqamlarimni tarqatib, nima qilib, provokatsiya qilishiga qaramasdan juda ko'pchilik telefonda chiqib rahmat aytishdi, yana qo'llab-quvvatlashyapti, duo qilishyapti. Bitta onaxon umradan chiqishdi telefonda, keyin nimada Qashqadaryoda jigar siroz kasalliklaridan chiqishdi opalar. Ular nima qilishdi? Juda ko'pchilik, juda ko'pchilik duo qilishdi va eng kutilmagan holat, kecha Andijonda suddan chiqsam, bir guruh hojijonalar, ko'plab insonlar shunchaki faqatgina ko'rib duo qilish uchun borishibdi. Rahmat sizlarga kattakon. Borishibdi. Rahmat sizlarga kattakon. Rahmat. Bu narsani mayli qiyinchiligi meni bo'ynimdadir, boshqa, lekin kelajakda mana shu fuqarolarning haq-huquqlari buzilmasligi uchun 1% bo'lsa ham hissasi qo'shiladigan bo'lsa mana shu vaziyatlarda. Bo'ldi, buni ajri narigi dunyoda berilaveradi. U nima qilib bir savolingga javob bera olmaydigan bir ahmoqli nimasi deyishaversin ular. Ular hisob kitob qilmaydi. Ular aql borgandan keyin bas javob qilmaydi. Aqda keyin o'zi hisob kitobimiz bo'ladi hali. Shu uchun sarosimaga tushmay, o'zingizni jiddiy ushlab tursangiz, orqasida turganlar. Sudlar tugab olsin. Ana meni ayblasa, meni ayblab bersin, ularni ayblasa, ularni ayblayapti. Mana Xudoga shukr, qonunlar bir marta ularni nima qildi, jazoladi. Ularni javobgarlikka tortdi. Mana davlatimiz ham, qonunlarimiz ham hammasi joy-joyida ishlab kelyapti. Faqatgina shu hech kimda gumon qolmasligi uchun endi tergovni ham ko'chirsak yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.